Hurmatli kuzatuvchilar, qarshilarda yangi Android monitor Autek firmasidan 4x64 xotirali. Slot sim karta uchun yo'q, точка доступ yoqib ishlatasizlar. Bunda radio chipi juda ham usiliy, radioni yaxshi ushlayapti, qotmasdan yaxshi ishlayapti. Точка достуp bilan yoqib internetdan tekshirib ko'rdik. Hamda bunda equalizer многополосный ekan. Muzikani qo'yadigan bo'lsak, equalizerni ko'rib chiqadigan bo'lsak, hamma o'ziga xohlaganicha sozlab olsa bo'lar ekan. Многополосный equalizer balanslari, qo'shimcha yana усиление ovozlari. Bu yerda chastotani kerakli chastotaga qo'yib qo'ysangiz, o'sha chastotadan baland yoki past bo'lgan chastotalarni chiqarmas ekan muzika. Bu yerda subwooferga выходlar ham bor. Bunda yana bitta narsa, 4 ta kanalga усилительga выход bor. Ko'p monitorlarda faqat 2 kanalni oldini o'zi bo'ladi, bitta subwooferga выход bo'ladi. Bunda bizda 4 ta kanal, 4 ta kanalga Lacetti avtomobiliga через усилитель uladi. Yaxshi chiqaryapti. Har bitta kolonkani kerakli masofada настройка qilib olsa bo'ladi. Juda ham yoqdi, qulay, yaxshi kачественный chiqaryapti. Buni усилительsiz ham yaxshi chiqaryapti. Buni ham eshitib ko'rdik. Bunda har doimgidek hamma ishlatiladigan ilovalar bor, kartalar bor. Через Google Play, ya'ni Play Store'dan qo'shimcha yana ilovalar o'rnatsanglar bo'ladi. Hamda YouTube qo'shimcha yana ilovalar va cooler. Eng asosiysi yana cooler. Bizani iqlimni bilasizlar, juda ham issiq jaziramada protsessor qizib ketib, monitori qotib qolish ehtimollari bo'ladi. Ba'zi bir monitorlarda bunda xudo xolasa bunaqa narsa bo'lmayapti. Описание tagida nomerlarni qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'linglar.